Xo'sh, hammalarga assalomu alaykum. Bugun biz yangi video oldik. Videomiz qanaqa? Xo'p, yozda qanaqa yangi animalar chiqadi? Qanaqa Yaponiya bizga qanaqa yangiliklar yarataverdi? Qanaqa animalar chiqyapti? Hammasi shu yangilikda bor. Kutganlar ham bor. Ayniqsa kutib turgan animalar ham bor. Bo'lmasa, like'lar bosib, poddesh qilamiz. Xo'p. Birinchisi, romantik anime. To'g'risini aytsam, men bu animeni ko'rmaganman. Qiziqmaganman ham. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Birinchi sezonni, ikkinchi sezon chiqyapti. Hozir omma ko'pchilikning ichida reytingi yaxshi bu animeni ham. Ko'pchilik qizlar balla ko'radi. Xo'sh. Menimcha bu mana shu iyul oyida chiqadi. Ana bu chinni qo'ng'iroqchi sevib qoldi. Ikkinchi mavsum 5-iyul kuni chiqargan. Xo'sh, endi buni animelarda ko'pchilik bilmam qanaqa ko'radi, lekin men ko'ra olmayman. Xo'p, mana ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik kutgan anime Dan. Shunaqa. Xo'p, to'g'risini aytsam, birinchi sezon juda ham yoqdi menga. Glavniy geroyda nimalari, animatsiyalari вообще dahshat bo'ldi. Endi bilmadim, ikkinchi sezon qanaqa chiqadi, lekin treylerini ko'rib turibmiz, hozir normalniy turibdi. Treyler yaxshi, nimalari. Endi bunga keladigan bo'lsak, bu menimcha bu ham iyulda ochiladi. Hammasi iyulda edi. Hop. 3-iyul kuni. Bugun 2-iyul bo'lyapti. Ertaga o'zi birinchi seriyasi chiqadi. Endi bir xillarga o'zbekcha chiqadi. Ko'pchilik so'raydi o'zbekcha ham chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa Telegram kanal ochishimiz kerak. Shu o'zbekcha ozvochkaga. Hop. Qaysi anime deb o'ylaysizlar bu? Bo'ldi menimcha bu o'sha Kaizo nomer 8. Xo'p, buni ikkinchi sezoni chiqyapti. O'sha hamma kutyapti. Chunki bunda animatsiyalar haqiqatan qiziq. Menga juda ham yoqqan anime bu. Xo'sh, 19-iyul kuni chiqamiz ekan. Ikkinchi sezoni. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa bo'lar ekan? Ayniqsa kapitanning qo'li bilan qanaqa jang o'tkazar ekan bular. O'shanisi qiziq menga. Ana. Xo'sh. Animatsiyani bari yorib bergan akalar. Haqiqatan ham animatsiyaga juda ham katta nima bergan qaranglar. Xo'sh, endi bu animeni ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Masalan, komediya janriga qiziqganlar, menimcha 90% bilsa kerak ekan-da. Masalan, men qiziqib ko'rganman o'sha boshida vobshe qiziqib ko'rganman, shu komediya bo'lardi. Lekin kichkinalarga tavsiya berilmaydi buni animelar. Xo'sh. Ikkinchi sezoni buni ham xudo xolasa 7-iyul kuni chiqyapmiz ekan. 7-iyul kuni ikkinchi sezonni kutib olamiz. 5 kun qoldi. Bu animeni ko'pchilik bilmasa kerak. Garchi bu yangi anime. Lekin buni ham haqiqatan ham top qilib chiqaryapti menimcha. O'zi treylerdan ko'rib, nimalardan ko'rib, azvuchkalardan ko'rib, hali mazza qilarasiz-da. Glavniy geroyda birinchi nimada bo'lib turgani, hali birinchi seriyasidan o'zi yoqtirib qolasiz. Birinchi seriyasining o'zidan sirazi maqsadga o'tib yo'qoladi ular. Ham qiziq ketadi. Animatsiya to'g'ri unchalik bas animatsiyasi ona yarki svet emas, lekin o'ziga yarasha normalniy. Xo'sh,
Petrovich vallahi mayli chiqsa yo'q. Xo'sh, animatsiyasi normalniy. Bu как menimcha ikkinchi sezonni yana ham yaxshiroq chiqarsa kerak. Hozircha men birinchi sezon faqat ko'z animatsiyasini, keyin nima animatsiyasini ko'rdim xolos. Boshqa narsani ko'rganim yo'q. Lekin bu ham qiziq anime deyishdi. Xo'p. Endi yana bitta. Xuddi shuna yangi animemizdan bor. Uni ham ko'pchilik bilsa kerak, chiqib turganini ko'pchilik bilmasa kerak, lekin men birinchi ko'rsatganimni ko'pchilik bilmaydi. Keyin mana bu anime. Sonne deymanmi shunaqa nomi. Hop. Buni nima desam bo'lar ekan? Sujetni sodda qilib bergan. Lekin ko'rsa arziydi deb o'ylayman men. Ko'pchilikga tavsiya beraman, ko'rsa arziydi deb o'ylayman. Animatsiya o'rtacha, sujet o'rtacha, shu bir 10 balli sistemadan 7 baholasizda, lekin vali bir xil odamlar bor, 4-5 yildan emas anime ko'rib turganlar, ularga bo'ladi, zeriktirmaydi ba'zi. Chunki ular ko'rgan animesi qolmagan bo'ladi ko'pi. Hop. Endi yana bitta animemiz bor. Mana shu anime meni juda ham qiziqtiryapti. Ham bu psixologik akalar. Ham unda kerak narsalarda hammasi bor. Ko'rish tavsiya beraman. Boshidan qiziqtirib qo'ymaydi menga. Men ham bu animeni o'zi birinchi chiqqan rasmlardan, birinchi nimalardan bilmadim. Bitta blogerdan ko'rib qiziqib qoldim men ham. Mana shu treylerini ko'rib ko'rsam shunaqa ketyapti. Короче, qiziq, to'g'risi qiziq. Yorug'lik ochgan yoz o'zbekchasi mana. 5-iyul kuni chiqadi. Kelib, Xudo xolasa bu bir toplardan bittasi bo'ladi deyman men.